Assalomu alaykum do'stlar. Qishki ko'rinishi nechik molxonadan deganlar uchun. Qishki ko'rinishini yanda yem beradigan eshikimiz, yanda mollarni gib chiqadigan darslarni olgan eshikimiz. Ko'rinishini salafon bilan o'raganmiz. Lekin bir tajriba, ya'ni Ismoil aka ko'p aytadi. Mol -5 darajagacha, +20 darajagacha o'zini yaxshi his etadi deydi. Buni meni beklab qo'ysak, channi ko'rishlaringiz mumkin. O'zini chiqqan axlati bilan sidiki, uning ichida, molxonamizning ichida, ya'ni axlatida gaz ishlab chiqaradi. Bilasizlar, dapaga ko'tariladi. Dapaga ko'tarilgandan keyin do'lib pasa, ya'ni mol nafas olishini, o'zini chiqqan axlatini o'zi nafas olib boshlaydi. Sidikindan bilasa, zararli moddalar havoga ajralib chiqadi. Uni yana mol o'zi nafas olgan vaqtda nafas oladi va bu mollarimizda jigarini, o'pkasini zararli moddalar nafas yo'li orqali infeksiya bo'lib kiradi va mol uzoq muddatga bormay halok bo'lishini ham so'yiladigan darajaga borib qolishi mumkin. Shuning uchun bizlarga tavsiya berdilar, shu eshikni hamma -5 dan tushmayincha iloji boricha ochiq tursin. Agar -5 dan tushadigan bo'lsa, buni ochilish darajasini qisqartirib, lekin toza havo kirib turadigan. Toza havo kirgan vaqtda faqat bir tarafdan kiradi. Bir tarafdan kirgandan keyin mollarimiz kasallanmaslik, ya'ni kasallanish darajasi oz bo'ladi. Agar bu bilan boshqa yerni ochib qo'ysak, havo kirib chiqib ketsa, bular skvoznak deydi. Ya'ni o'zlarimiz aytganda shamollashib, bularni kasallanishi mumkin. Shuning uchun bir tomonni ochib qo'yamiz. Bir tomonni ochib qo'ymoqda faqat havo kirib, sho'dan chiqib ketgani hisobidan mollar kasallanmasligi, shamollashliklarni oldini olgan holda o'sha eshikni ochib qo'yamiz buni. Arga eshik yem berilgandan keyin beklanadi. Bu o'zini axlatidan chiqqan gazlar bu yerda to'planib, dapadan pastga qarab yurib keladi va mol nafas olgan vaqtda bu zaharlanadi bu gazlardan. Shuning uchun bizlarga bergan tavsiyani ham sizlar qo'llangan. Yani bu kasallangan nereden bilsak bo'ladi? Kasallanganni molni ozmas yo'talib boshlaydi. Bu kuchlanadi. Shundan bilsangizlar bo'ladi. Mollarimizni Bergina limuzin parodamiz. Baribir parodni mol samirishi boshqacha bo'ladi ekan. Endi telefonda biza ko'rsata olmasligimiz mumkin. Limuzin bir takiz to'pdin bo'lib samirib kelayotir. Ikkinchi Eston paroda limuzina gibrid deb turibmiz buni. Eston parodamiz bo'yin tarafi va qorin taraflari kattaydi, bular yenini ullaydi, bo'yini ullaymasam yenini kattaydi. Rossiyskiy parodamiz, buni o'z ko'zlarimizga unchalik bilinmaydi tutdi. Endi buni taraziga qo'yib ko'rgan vaqtda kilosi bo'yicha ko'ramiz, xudo xolasa, qani necha kilo vес oldi. 3 xil shunday zot vaqt turibmiz. Rossiyskiy limuzina gibrid Eston va limuzin paroda. Qani qaysi biri bir oylik natijasi zo'r bo'ladi ekan. Bir kichkina mini firmamiz 6 molam mo'ljallangan. Hozirda 3sini boqib turibmiz. Qaysi uslubda boqib turibmiz, yo qaysi uslubda boqsa bo'ladi deganlar uchun biza ideal agrar jamoasini ideal agrar yemlarida, ya'ni samonli ratsionda boqib turibmiz. Azizlar, spichasini yoqsam, sal qarang'i bog'ni. Samonli ratsion, samon 1,5 uzuni bor deyishlaringiz mumkin. Bular baribir o'tib ketadi ekan 1,5, lekin nisbatan 90% 1, 2, 3 uzoq 3 sm orasida 1,5 uzuni bor. Tan olib aytamiz. Qolgani 1-2 sm. Buni nechun sababi 1-2 sm hazm etishligi uchun, ya'ni kavush qaytargan vaqtda ortiqcha berib turgan yemimizni hazm qilib bermasligi uchun uzoqi 1-2-3 sm aytganmiz buni. Ya'ni bular günlük vesine nispeten yeb turgan ozuqasini
samanni hazm qilib uchun ishlatib bermasligi uchun bu me'yorida, ya'ni 1 santi uzoqi, eng kattasi 3 santi gacha kesilgan. 1,5 içinde ulusu var lekin tağlamız. Şu uslupda berilib turibdi. Yani azı bulab geçki 6 bo'layotir. 6'da berildi. İzini hazır yana qo'yamiz. Yani günlük azangi 8gacha yetadigan solib qo'yamiz. Va azangi 8da yana xuddi shu bir xil, yani günlük her birini vesine nisbatan beriladi bu. Shularganimiz yana görüşleriniz mümkün. 1 kilo, yani 1 kilo samanı aladı. İdeal Agrar jamoasına müracaat etsengizler ya kommentariyada yazsangizlar, günlük malınızı vesine qarab ratsion düzüp beradilar. Shunga qarab xudo xolasa boqsangizlar, yaxshi natijalarga erishasizlar. Necha videolarni chiqarib turibmiz. O'zlarimiz ham tajriba etib turibmiz. Evvel bundan əməldə mal baqqanımız, yaxşı nəticə ala olmayamız. İdeal Agrar jamoasındakı insanlar yaxşı nəticə alıb duran üçün şu uslubda mallarımızı baxıb tutmuz.